Sevgi bor, bir gün uchrashadi, acham qiladi, ertasiga alo deb telefon javob bermaydi. Sevgi bor, bir-birini xohlaydi, kattalar ruxsat bermaydi. Chunki asl sevgi tabaqa tanlamaydi, yosh tanlamaydi. To'g'ri, sevgini o'zini vaqtinchalik bir muddati deymizmi, saqlanish muddati bor. Keyin u o'rganishga aylanishi mumkin. Do'st bo'lib qolish mumkin, bir-biriga o'rtoq bo'lib qolish mumkin, lekin bu degani sevgi yo'q degani emas. Onalar bolalar uchun yashaydi. O'zini ichida sevgi Allohga bor, sevgi kimgadir mutlaqo bor, lekin hamma ham ko'rsata olmaydi. Sevgi parishon, bahor parishon.